Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bir ukamiz iltimos qildi. Speaking partnerga, familyga bir ko'rsatib bersangiz dedi. Speaking bo'pti, boshlaymiz. Speaking part 1. Ana qaraymiz. Preparation vaqti uchun bilinglar, bunga 5 sekund beriladi. Speech vaqti uchun bilinglar, bunga qancha beriladi? Speech vaqti uchun 30 sekund beriladi. Demak 30 sekund beriladigan bo'lsa, speaking part 1da 1-1ga do'stlar, tayyorgarlik vaqtiga 5 sekund, nima vaqtigachi? Nutq vaqtiga 30 sekund beriladi. Demak, buni to'g'ri taqsimlash kerak vaqtda. Nega desalaring, ko'p ham gapirib yubormaslik kerak. Chunki sizga berilgan vaqt mobaynida sizga berilgan savolni atroflicha yoritib bera olishingiz kerak. Kirish chiqish so'zlari albatta bo'lishi kerak. Masalan, mana buni so'radi. Masalan, familyda oilamni tasvirlaymanmi, oyoq shaxslarning ko'rinishini aytamanmi deyapti. Tell me about. Demak, bir part 1da savollari mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tell me about your family. Oilangiz haqida gapiring yo describe your family. Shunga o'xshash bo'ladi. Oilangizni tasvirlab bering va hokazo. Endi shunaqada nima qilasizlar? Shunaqa paytlarda uni javobida mana oilaga zo'r qilib metodi bor, ko'rsataman masalan. Albatta kirish so'zi bo'ladi. Well. Sizni 30 minut kutib turganligini, 30 minutdan ortiqcha va kam gapirib qo'ymasligingizni, jim turmasligingizni albatta nima qiling. Ma'noli bu nutqingizda yaxshi gaplarni gapirishingiz kerak. Ya'ni collocation ishlatishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Kam yo'q so'zlar ishlatishingiz kerak, chiroyli chiqishi kerak. Demak, qaraymiz. Well, yaxshi. My family, mesela I have got a family desam bo'lar, lekin men mana bunaqa yani I'm from masalan men manaqa oiladanman, masalan normal sized family. Men o'rtacha kattalikdagi oiladanman. Mana normal sized, mana shuni o'rniga, mana shuni o'rniga. Normal sizedda masalan nuclear family bo'lishi mumkin, extended family bo'lishi. Atiq qizilga bo'yab qo'ydim. Bular oiladan, qanaqa oiladan, katta oiladanmiz, kichkina oiladanmiz, shuni kelib chiqishiga qarab. Xudo xolasa, ya'ni familyni so'zlarini ham qadab qo'yaman, bu agar video qilib chiqaradigan bo'lsa. Foydalanaverasiz. Endi qaraymiz. Men o'rta kattalikdagi oiladanman. Qaysiki aniqlovchilarga berib olay gap qasddan. Qaysiki tashkil topgan nechta, masalan o'zimnikini aytaylik. 6 members. 6 ta kishidan iborat. Endi bunga izoh beraman. Meni dadam, ayam demang. Masalan, my parents deng. Ota-onam, very good. Demak, my siblings and me va men. Chotki chiqdimi? Demak yaxshi, men bir o'rta kattalikdagi oiladan kelib chiqqanman. Qaysiki 6 kishidan tashkil topgan. Mening ota-onam, mening tug'ishganlarim. Endi mana shu yerda bunday deb kelsalang, yana ham yaxshi bo'ladi. Masalan, nechta tug'ishganmiz? 3 siblings. Chotki. Mening 3 tug'ishganim va men. Endi qaraymiz. Endi shu yerda nima deyishga o'ylayman, meni tug'ishganimda yo dadamni bo'yinicha va hokazo unaqa deb yotmang. Masalan, yana ota-onaga endi izoh beramiz. Masalan, kasbini ayting. My father is a doctor. Mening dadam shifokor and my mother is a housewife. Housewife.
Demak, uy bekasi. Dadam shifokor va onam uy bekasi. Endi masalan, men aytdim desam bo'ladi. Dadam doktor, yo'qsa dadam ishlaydi bir mahalliy shifoxonada desam bo'ladi, cho'zilib ketib qoladi. Hali singlim, akamlar haqida gapirishim kerak-ku. Demak, men o'rta kattalikdagi oiladanman, qaysi tashkil topgan 6 ta kishidan, o'sha kishilarni aytib chiqdim. Ana endi o'sha kishilar haqida birma-bir xabar beryapman. Meni dadam shifokor, onam uy bekasi. My demak akam, elder brother and elder meni akam brother kechirasiz. Meni akam va opam demak meni akam va opam sister opam. Endi mana shu yerda mana bu strukturadan foydalansak bo'ladi. Masalan, kimligi nimaligi tubi aytadi-ku. Lekin uni o'rniga mana buni maqsak, yana ham rang-bararligi ortadi. Study at a university. Meni akam va opam qayerda o'qiydi? Universitetda o'qiydi. Endi qaraymiz. And mening kichkina singlim, kichkina opam degan bo'laveradi. Inglizlarda nima borda, masalan, aka opaga elder qo'yishmasa bo'lmaydi. Bilasizlar-ku o'zlaring. Elder sister and I are still at school. Mening singlim va men hali ham maktabdamiz, ya'ni maktabda o'qiymiz deyapti. Endi qaraymiz. Endi nima bo'ladi deydigan bo'lsak, birinchi qanaqa oiladaligingizni aytdingiz, nechta a'zodorligingizni aytdingiz, har bitta a'zoning kasbini tanishtirib chiqdingiz. Endi qaraymiz. Sizlar qanaqa a'zosizlar? Masalan, o'tkazadigan birga vaqt o'tkazasizlarmi, yo'qmi? Ahilmisizlar, imoqmisizlar? We usually spend time together. Biz odatda birga vaqt o'tkazamiz and birgalikda vaqt o'tkazamiz. Chunki biz nima close knit biz nima ahil oilamiz desak ham bo'laveradi. Demak, my family is close knitted, mening oilam, because my family mening oilam demak ahil jips deydi buni. And ketidanchi ikkita ketma-ket bir xil ma'noga yaqinroq ma'no beradigan sifat bersangiz yana ham zo'r bo'ladi. Supportive va qo'llab-quvvatlaydigan. So shuning uchun I love chiqib ketyapman уже. Love my family. Shuning uchun ham men oilamni yaxshi ko'raman. Chotki. Demak, qaranglar boshidan qaysi oiladanligimni aytdim, necha kishidan tashkil topganligini aytdim. Ana undan keyin o'sha kishilarga har bittasiga alohida o'shalarni aytdim. Ota-onam, qo'shganlarim men dedim. Endi yana ota-onam deb turib, men yerda tanishtiryapman. Doktor, uy bekasi deb turib, endi qo'shganlarimni tanishtiryapman. Katta opam va akam universitetda o'qiydi. Meni singlim va men qayerda o'qiymiz? Hali ham maktabdamiz. Biz odatda vaqtni birgalikda o'tkazamiz, chunki biz ahil va qo'llab-quvvatlovchan oilamiz. Men oilamni yaxshi ko'raman. Qisqa va endi bitta gapirib ko'rsak ham qalay bo'lar ekan shu nimaga? Qanday bo'lar ekan bir ko'raychi. Hozir ko'ramiz. Hop.
Honey, bismillah. Well, I'm from normal-sized family which consists of 6 members, my parents and my 3 siblings and me. My father is a doctor and my mother is a housewife. My elder brother and elder sister studies at the university. And my little sister and I are still at school. We usually spend time together because my family is close-knit and supportive. I love my family. Çok güzel. Salomat. Menimcha go'zal bo'ldi. Foydali bo'lsa xursandman do'stlar, foydali. Qaranglar, ortiqcha gapirib yormadik. Nechta gapdan iborat? Nechta gapdan iborat? Qo'shma gap bitta, yana bitta gap bor. Nari borsa, demak 4 ta hisobladim. Hozir men 5 ta 6 ta 7 ta ekan. Qo'shma gapligini hisobga olmasak, juda ham ajoyib do'stlarim. Yana bir eslab o'tay skeletini sizlarga. Kirish so'zi albatta. Nima so'zi ekan? Kirish so'zi bo'ladi. Qanaqa oiladan ekanligingizni aytasiz, keyin necha kishiligini aytasiz. Keyin birma-bir sanaysiz. Sanagan odamlaringizni sanab bo'ldingiz. Endi o'shalarni bir-birdan kasbini aytib chiqasiz. Osanda yana tepaga qaytyapsiz, bilib turgan bo'lsangiz. Yani tepaga qaytyapsiz. Kasbini aytib bo'lganingizdan keyin birga o'tkazadigan vaqtda aytasiz, ta'rif berasiz. Shu bilan men oilamni yaxshi ko'raman desangiz go'zal bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlarim, juda ham xursand bo'laman. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat.